Mazza qildimning navbatdagi soni. Diqqat. Mazza qiling. Bag'ri kenglik, kechirish bu boshqalarga qilgan hadyangdir. Unutish esa o'zingga qilgan hadyangdir. Siz istamasangiz ham sizni o'zi izlab topadigan bu sevgi va o'lim. Odamlar aldashdan voz kechmaydi. Yaxshisi siz ishonchdan voz keching. Agar Alloh bandasini sevib qolsa, nima qiladi bilasizmi? Xato qilganda istig'for aytishga ilhomlantirib qo'yar ekan. Kimga maza qildingiz? Shahlo, Asadullo, Malika yoki Akmal? Bugun juda zo'r bo'ldi. Izohlarda yozing.